Sitoraxon! O Mardon bey. Uyni fasadini yorib olibsiz-ku. Ha, chunki fasad master ustalarida travertin qildirdim-da. Oma gap yo'q. Sitoraxon shu usta qildimi? Xuddi shu bola. Aka, xizmatlaringiz haqida ozgina ma'lumot bering. Aka, bu yerda travertin qilib berganmiz. Travertinlar 3 sloy bo'lgan. 2 sloy atachinta bo'lgan. Bu yerda narxlarimiz 110 ming so'mdan bo'lyapti hozir. 110 ming so'mga salafan, skoch hamma o'zimizdan bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatadi. O'zbekiston bo'ylab xizmat ketaveradi. Aka, mani obunachilarim sizga telefon qilib, buyurtma qiladigan bo'lsa, nima chegirmalar qilib berasiz? Siz obunachilaringizga aka lesalar hamma o'zimizdan qilib beriladi. Aka, ish qilib ana arzon travertinlardan foydalanmaysizlarmi? Aka, bizning travertinlarimiz O'zbekiston bilgan o'sha moviy travertinlardan ishlatamiz. Uni hamma bilishadi. Bunaqa o'zi haqiqatan ham zo'r aka. Shu mahallani boshidan oxirigacha hamma uyda fasad master jamoasi qilgan ekan. Travertingini sizlar ham bemalol ishonib topshirsalaring bo'laveradi. Gap yo'q do'stlar, shunaqangi sifatli travertin xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol usta akalarimizga murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatargan. Bu videoni travertin qilmoqchi bo'lgan do'stiga jo'natib qo'ying. Katta.